bu koinotning egisi va bu olam sarining sultoni, butun saltanatning maliki bo'lgan zotning ismi Allohdir. Va u kitobida o'zi haqida so'zlaganda Analloh, men Allohdirman deydi. Bu ismni boshqa ismlardan ayirib turadigan ba'zi alohidaliklar bor. Tövəndə bularni tushunishga tirishaylik. Qur'onda tunji nozil bo'lgan oyat basmaladir va Allah ismi basmalada tilga ilingan 3 ismdan tunjisidir. Demak, Allah ismi Qur'onda nozil bo'lgan tunji ismdir. Allah ismi onun güzel isimleri içinde aslidir. Başka isimler bolsa bu ismine nisbet kılınıdı. Mesela Şafi Allah'ın bir ismidir deyildi. Ama Allah Şafi'nin bir ismidir deyilmeydi. Ya ki Rahman Allah'ın bir ismidir deyildi. Ama Allah Rahman'ın bir ismidir deyilmeydi. Allah ismi isim alamdır. Yani alahide isimdir. Mecazi şekilde bolsumu başkası üçün işiltilmeydi. Bu isim Allah'a xas ve fakat onunla işaret kıladigan bir isimdir. İlahlık davası kılgan Firavun çağıda Ana rabbukumul a'la, men sizlerning ulug' Rabbinglar degan. Amma Analloh, yani men Allahman deyilmagan. U Allah'ning Rabb ismini ishlatib, Allah ismini ishlatishga jur'at qilolmagan. Yana Makka mushrikleri Ka'baning atrofini 360 but bilan to'ldirgan va har birini farqli ismlar bilan atagan. Ammo hech biriga Allah deyilmagan. Demak, bu ism faqat Allah qilib maxsus bir ismdir. İmanğa kirish kalima shahodat bilan mumkin. İmanning asosi bo'lgan kalima shahodat bo'lsa, faqat Allah ismi bilan qabul bo'ladi. Masalan, bir g'ayri musulmon bo'lish uchun ashhadu an la ilaha illalloh deyishning o'rniga ashhadu an la ilaha illar rahman va yoki ashhadu an la ilaha illal malik desa, islomga kirgan bo'lmaydi. Çünkü Allah ismi yakki yegana ve şeriksiz Cenab-ı Allah'ın zatını ifadeleydiğen maxsus bir isimdir. Xas isimlerde ortaklık ma'nosini o'ylash mumkin emasdir. Bunun için bu isimde hakiki bir tevhid vardır. Başka isimlerde bu hakiki tevhid bo'lmaganlikdan ve ular bilan Allah'ın birligi iqror qilinmaganlikdan iman qabul qilinmaydi.
Allah ismini tashkil qilgan harflar birdan elinib tashlansimi, ma'no yanada buzilmaydi. Bu alohidaliklar boshqa ismlarda yo'qdir. Masalan, Malik ismidan mim harfi elib tashlansa, lik bo'ladi va hech qanday ma'no ifodalamaydi. Yoki Samad ismidagi sad harfi elib tashlansa, mad qoladi va hech qanday ma'no ifodalamaydi. Halbuki Allah ismining lafzida bir xil berikib ketish mavjud bo'lib, masalan, boshdagi alif elib tashlansa, lillah qoladi va bu mu Allohni ifodalaydi. Lillahdagi birinchi lam elib tashlansa, lahu bo'ladi va bu mu Allohni ishorat qiladi. Va bu lamni elib tashlansa, hu qoladi-ki, yanada Allohni ifodalaydi. Hatto hudiki maxfi vo elib tashlanib, ha qolsa, yanada Allohni dalolat qiladi. Chunki hu ismida asos harf hadir. Vo asli harf emasdir, balki ilovadir. Bu sir sabablik har qanday bir jonliq nafas olganda deyish shakli bilan Allohni zikr qiladi. Allah ismining ma'nosida bir yerga jug'lash bor. Boshqa ismlarda bu yo'q. Boshqa ismlar yolg'iz bir ma'noga ishorat qiladi. Masalan, Hadi ismi faqat hidoyat ato qiluvchi ma'nosida. Nafi ismi bo'lsa faqat manfaat beruvchi ma'nosida. Va Xoliq ismi faqat yaratquchi ma'nosida keladi. Ammo Allah ismi bulardagi va boshqa ismlardagi barliq ma'nolarni umumiy shaklda ifodalaydi. Xuddi quyosh degan vaqtimizda 7 rang, issiqlik va nur qatorliq sifatlarga ega bo'lgan bir nur manbasi aqlimizga keladi va bu sifatlarga ega bo'lmagan quyosh bo'la olmaydi. Dal mushuningga o'xshash Alloh ismi deyilganda butun kamoliy sifatlar va ismlar o'zida bo'lgan ulug' zot Alloh aqlimizga keladi. Bu ism va sifatlarga ega bo'lmagan har qanday maxluqqa Alloh deyilmaydi. Demakki, Alloh butun kamoliy sifatlar bilan sifatlangan. Shuning uchunki bu ma'no jihatdan aytganda Alloh degan har bir kishi Janobi Allohni butun ismi va sifatlari bilan zikr qilgan bo'ladi. Allohni Tangri deyishga bo'lamdi. Bu bölümde Allah'ını Tanrı deyishga bo'lmaydiganligining dalillarini ko'ramiz. Allah'ның isimleri ehli sünnet itiqadı bo'yicha tavqifidir. Ya'ni Allah haqqida Allah bildirgan ismlarni so'zlash joiz bo'lib, bulardan boshqalarni so'zlash joiz emasdir. Masalan, Allah sehiy ma'nosida bo'lgan Javvad ismi bilan atiladi. Ammo o'xshash ma'noda bo'lgan sehiy so'zi ishlatilmaydi. Chunki Allah o'zini faqih yoki sehiy ismi bilan tanitmagan. Bu sababdan Allah deganning o'rniga Tangri deyishmi joiz emasdir. İmam G'azali deydi-ki, bir insonga o'zimiz xohlagancha ism qo'ya olmasak, qandaqsiga Allah haqida bu jur'atni ko'rsatalaymiz? Tangri iloh va mabud demakdir. Masalan, nurg'unlagan hindusiylarning tangrisi o'kizdir. Majusiylarning tangrisi otashdir deyilmoqda. Boshqa tillardami iloh va mabud ma'nosida farqli so'zlar ishlatiladi. Allah ismi bo'lsa, boshqa tillarga tarjima qilingandami o'xshashli Allah deb ataladi.
Chunki bu ismning udulida har qanday tilda har qanday so'z yo'qdir. Allah ismi Qur'onda 2806 qitim tilga ilingan bo'lsa-mu, bir qitimmi Tangri so'zi ishlatilmagan. Hamda Janobi Allah Qur'onda takror mening ismim Allohdir, meni Alloh deb chaqiringlar, menga Alloh deb ibodat qilinglar, Alloh deb yolvuringlar demakda. Lekin hech bir oyatda men Tangriman, meni Tangri denglar demagan. Hadis shariflardami Tangri ismi tilga ilinmagan. Undaqda Allohni u xoligan ism bilan emas, mushriklarning Allohga sherik keltirgan botil mabutlarga qo'ygan Tangri ismi bilan chaqirishimizning qanchalik xato ekanligi ochiq-oshkora ko'rinib turmoqda. Agar bir podshoh qo'l ostidagi kishilarga mening ismim Ahmaddir, meni Ahmad ismi bilan chaqiringlar desa, ular bo'lsa, yo'q podshohimiz, biz seni Ahmad deyishni xohlamaymiz. Biz sana Osman deyli. Nimali bo'lmasin, har ikkisi ismg'u desa va shundoq chaqirsa, u podshoh qanchalik g'azablanar. Dal shuningdek, Alloh ismi o'rniga u buyurmagan, balki yaxshi ko'rmaydigan Tangri ismini ishlatish va u ism bilan ibodat qilish ilohiy g'azabga vasila bo'ladi. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار